Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Ayol qizlar uchun kiyimlar. Xo'p, kelganlaringda mana 306-do'kon A qatordan. Xo'p, bularda narxi hammasiniki donaga ham, pachkaga ham 55 ming so'm ekan. Materiali nima bulardi? Selen shtampil ekan. Mana bu tomoni ham razmerlari standart ekan. 48 dan 56 gacha ekan. Bu taraflar ham xuddi shuna narx. Shu 55 ming so'm, dona pachkaga bir xil narxi. Bu taraflari ham xuddi shunaqa narxi. Bu taraflari 40 ming so'm ekan. Hop. Bular nimani o'zi ekan? Tepa ko'ylakni o'zi, ko'ylakni o'zi ekan. Bu tomonlar 40 ming so'm ekan. Donaga ham, pachkaga ham narxi bir xil ekan. Endi ko'proq oladigan bo'lsalaring kami bor ekan. Endi jichap-chak 1000 so'm, 2000 so'm kamaytirib berishi mumkin. Juda katta kami deganda 5-10 ming tushib bermaydi-yu. Telefon nomeringiz nechi? 91lik 692 0554 ga aloqaga chiqsalaring mana shunaqangi kiyimlar mana 55 ming so'mdan donaga, pachkaga. Agar 100 ta shuna ko'p oladigan bo'lsalaring, kami bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, videoga like bosib, izohlarda fikrlaringizni yozinglar. Yana nimalardan ko'rsatak, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna ham bo'lib qo'yaverasizlar.